8 fevral payshanba Olmaota soqchilari Sharq Turkistondagi tuqqanlarining qo'yib berilishini va oilasidagilar bilan jam bo'lishni talab qilgan bir turkum qozoq fuqarolarining konsulxonasiga boradigan yo'lni yana bir qatim to'sgan. İlgirki nurg'un voqealarga o'xshash soqchilar konsulxonaga joylashgan joydan necha 10 metr yiroqlikdagi Baytasova ko'chasi bilan Senpereski yo'lining kesish eg'izida namoyishchilarni to'sgan. Namoyishga qatnashganlardan biri bo'lgan 68 yoshli Xolida Akitan soqchilarga o'zining 3 o'g'li, kelini va navrilari bilan bir necha yildan buyon ko'rishib boqmaganligini aytdi. Amerika Tilshunoslik jamiyati qarmog'idagi yo'qolish girdoviga berib qolgan tillarni qo'g'dash komiteti Norvegiyada yashayotgan Uyg'ur tadqiqotchi Abduvali Oyibning Uyg'ur tilini qo'g'dash va tashviq qilish uchun ko'rsatgan tirishchanligi uchun uningga Tilshunoslik munavvar mukofoti bergan. Mazkur komitet Abduvali Oyibning Uyg'ur tilini qo'g'dash uchun qilgan xizmati va Uyg'urlar jamiyatiga qo'shgan to'kpisiga baho berib mundaq degan: Abduvali Oyib hayotining ko'p qismini Uyg'urlar jamiyatiga bag'ishlagan. Bo'libmi xatarga qaramay Uyg'ur tilining saqlanishi va davom qilinishi uchun tirishchanlik ko'rsatgan. Abduvalining Uyg'ur tili o'qitish materiallarini taraqqiy qildirganligini, Uyg'ur tili va madaniyatini avlodma-avlod saqlab qolish uchun davomli tirishayotganligini ko'zda tutib, uni Tilshunoslik munavvar mukofotiga loyiq ko'rdik. Abduvali Oyib bir mezgil turmada yotgandan keyin 2015-yili Turkiyaga kelgan bo'lib, 2019-yildan buyon Norvegiyada yashamoqda. Türkiye'de yaşaydigan muhacir Abul Qasim Tursun, inisi Abul Hashim Tursun'ның 2018 yılı 3. ayda İran'ның İmam Hümeyni aerodromida tutqun qilinib, Xitoyga qaytarib etilganligini inkos qilgan edi. Yaqinda uning 15 yillik kesilganligini va uningga chetishliq 12 kishining jazo o'tayotganligini aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha 2018 yili 3. ayning 7 kuni Irandan qaytarib elingan Abul Hashim Tursun haqida uning Turkiyadagi akisi Abul Qasim Tursun oradan 2 yil o'tganda uning Qashqarda turmada ekanligi haqida g'ayri rasmiy bir uchur olgan. Ammo u bu uchurning to'g'ri xatoligi va to'g'ri bo'lsa jazo muddatining qanchalik ekanligi haqida ma'lumotga erishilmagan. Argentina davlat komandasining 3. ayda Xitoyda o'ynashni planlagan do'stlik musobaqasi futbol cho'lponi Messiga bo'lgan inkoslar sababli amaldan qoldirilgan. Messining oldin qapda Hong Kongdagi musobaqada sahnaga chiqmaganligi zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan bo'lib, Argentinaning kelar oy Xitoyning Hong Kongda o'tkazilmoqchi bo'lgan Nigeriya bilan bo'lgan do'stlik musobaqasining o'rinlashtirishiga ta'sir ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha, Inter Miami komandasi bilan Hong Kong rayon musobaqasi o'tirisidagi musobaqada Messi musobaqaga qatnashganligi uchun tomoshabinlarning bilet pulining yarmi qaytarilganligi e'lon qilingan. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo bo'lish uchun kuni hisoblayotgan Shvetsiya ittifoqining kuchaytirilgan olg'a ilgirlash AFP jang guruhi doirasida Latviyaga harbiy qismlarni evatdi. Ma'lum bo'lishicha, Stockholm NATO qarmog'idagi Latviyaga taxminan 600 dan 800 gacha askar va ig'ir tipdagi Beronovik va uskunlarni evatdi ekan. Pakistonda 2 sobiq bosh ministr saylamda g'alaba qilganligini jakalagandan keyin Pokiston armiyasi bosh shtab boshlig'i bu davlatni hukumatsizlik va qutublashishdan voz kechishga chaqirdi. Egilishicha, natijalar asosan e'lon qilingandan keyin turmadagi sobiq bosh ministr Imron Xon bilan bog'langan mustaqil kandidatlar parlamentda ko'p sonliq o'ringa erishgan. Armiyaning qo'llashiga erishgan sobiq bosh ministr Navoz Sharif bo'lsa, g'alaba qilganligini jakarlab, boshqa partiyalarni birlashma hukumat qurishga chaqirgan.